Assalomu alaykum hammaga. Sevimli Sayroqi qush kanalining obunachilari. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Bugungi videomizni boshladik. Bizga savol kelgan edi. Okey, men modani qo'shyapman. Nima deydi? Tuxum qo'ymayapti, tuxum qo'yyapti, lekin puch chiqyapti dedilar. Mana holat bizda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Mana o'shanga shu videoni qo'yish boshladim. Qarang, buni nima anaqasi bo'lishi mumkin? Nar misol uchun yoshiga to'lmagan bo'lishi mumkin. Birinchi sababi yoshiga to'lmasa, kerakli urug'ini bera olmaydi. Ming zo'r boqqaningiz bilan kerakli urug'ini bera olmaydi. O'shani hisobidan ham tuxum puch chiqadi. Ikkinchisi, moda nima deydi? Ploti bo'lmasligi mumkin. Bor shunaqa modalar, plot umuman yo'q modalar ham bor. Uchinchisi, nima deydi? Moda bilan nar bir-biriga qo'shish hisobida nimadir vitamini kam bo'lgan hisobiga ham shunaqa holat bo'ladi. Bu faqat o'sha bilmagan odamlarga video qo'yman, bilgan odamlar iltimos sizlardan menga negativ so'zinglarni berib ketmanglar. Shunchalik nima deydi, aqlli zo'r bo'lsanglar, o'zingizlar misol uchun bitta video olib qo'yib bilmaganlarga o'rgatib borsanglar, o'sha bilmagan odamlar ham xursand bo'ladi. Tagishi men ham xuddi ba'zi bir narsalarni, bilmagan narsalarni ham sizlardan o'rganishim mumkin. Lekin bilib olib, misol uchun men bitta ozgina shunchasiga ega bo'lgan odam o'zidan bo'lgan xatolarni, bo'lgan plyuslarni qo'yib, odamlarga men qilgan xatoni qilmanglar deb qo'yayotgan odamga negativ so'zinglarni berib ketmanglar, iltimos sizlardan. Yoqmasa kirmanglar. Bu yerda faqat bilmaganlar uchun ochilgan bu kanal. Chunki men o'zim hech kimdan o'rganib, men bittasidan so'rab, undan so'rab yalinib yurishni yoqtirmadi. Men o'zim ko'p narsani o'sha akamdan, keyin tanish bilishlardan so'rayapman. Chunki kanaldan men misol uchun men bu boshqa kanali bor, boshqa kanal farqi yo'q. Luboydan so'rayapman, lekin aytishmadi. Lekin men bu kanalga boqgan odamlardan so'rasam, haqiqiy boqgan odamlar, zavodchilar maslahatini ayamayganlari bor. Maslahatini bergisi kelmagan odamlar bor. Xullas nima deydi, o'zi bilan olib ketgisi kelgan odamlar bor. Mana tuxum qo'yilgan, bizda ham tuxum qo'yganiga hisoblaganim bo'yicha 15 kundan oshdi. Keyin sirazi bir xilida akamdan so'radim, aka, menda cho'ta mana qilib qoldi. Qushimda muammo, qarovchi, tuxum qo'yildi, lekin ochilmadi. Nimagadir 14 kunda o'zi ochish kerak. Keyin bir xil modalar tuxumi kechroq yetilar ekan. Bilmaganimni o'shanda akamdan so'radim. Akam ham aytdilar, shu bo'lmasa yana bir hafta qo'yib ber. Moding balkim tuxumini yetkazib bera olmagandir dedilar. Shunga qo'ydim. Mana ro'parasi qashti 25 kundan oshdi. Endi mana bunaqa narsada bo'lmagandan keyin bularni ajratish kerak. Endi ajratib, modani boshqa qapasga, narni boshqa qapasga qo'yib, bir hafta yana boqiladi. Savol bergan odamga aytaman, okajon, agar modes 2 marta qo'shdim dedingiz, 2 martada ham anaqa bo'lmadi degan joyingiz ham bor edi. Yanishmasam, yo boshqa odamnikimida yanishtirib o'tgan bo'lsam, men bor uzr. Agar qo'shganingizda tuxum puch chiqqan bo'lsa, yana bularni ajratib, boshqatdan bir hafta bir-birini ko'rsatmasdan bir hafta boqasiz, yaxshilab tuxum, sabzi qilib
yetiltirasiz, tayyor qilasiz, yana bitta qo'shib ko'rasiz. Qo'shib ko'rganingizda ham puch chiqsa, значит, yo modangizda, yo naringizda muammo bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Modani almashtirish kerak bo'ladi. Bu modangizni boshqa nariga qo'shasiz. Naringizga boshqa moda berasiz. Agar o'sha qo'shganingizda, 3-marta qo'shganingizda bu tuxum qo'yib, u ham tuxum qo'ydira olsa, unda значит bir-biriga tushgan bo'ladi. Anu bir-biriga qo'shmoqchi bo'lgan qushingizni значит bundan plot bo'lmagan bo'ladi. Boshqasiga plot значит bo'ladi. Mana shunaqa narsalar bor-da, xuddi nima deydi? Qo'pol qilib aytgan urug' deyiladi-yu, erkaklik urug'i. O'sha erkaklik urug'i modaga yetkazib beradi, lekin moda buni prevalit qila olmaydi. Misol uchun ishlab qo'shimcha vitaminlar anaqalarni qo'shib, o'zini qo'shimcha urug'ini qo'shib qo'yishga harakat qiladi, qo'yib beradi, lekin puch chiqadi tuxum. Kamchiligi bo'lsa. Besplot modalar ham shunaqa. Bir xil aytadi, ishlagan bo'lsa olmayman modani deydi. Yo'q, nabarot, ishlagan modalar haqiqatan rost ekanmi, agar o'sha odam aldamasdan, yo'q ishlagan aka 3 ta qo'ygan, 4 ta qo'ygan desa, iloji boricha tuxum ko'proq qo'yganini olish kerak. Agar anaqa qilsa, unaqa bir xil aytadi, modan pishgan, tayyor deydi. Moda ham 50 narsa, plot, besplot bo'ladi, plotning bo'ladi. Bu degani pusht, bepusht degan narsa-da. Plot o'shani aytiladi. Ploti bormi deb so'rashadi. Ahamiyat bergandirsizlar, bozorga borganingizda ham, misol magazin kirganingizda, "Aka, ploti qanaqa?" deb so'rashadi. Eshitgandirsizlar, balkim bilmayotgandirsizlar plot nimaligini. Bilganlarga bu gap aytilmayapti, bilmaganlarga aytilyapti. Besplot degani bu o'sha modani bepushligi aytiladi. Bu moda boshqa nariga qo'shib ko'rish kerak. Agar qo'shib ketib, tuxum qo'yib bola ochib chiqsa, unda ploti bor bo'ladi. Boshqa nardan bo'ladi. Bu nardan bo'lmagan bo'ladi. Bu narda misol uchun boshqa modaga qo'shiladi. Boshqa modadan haqiqatan tuxum qo'yib, tuxum yana puch chiqsa, ikkinchi marta boshqa modada ham. Значит, nar besplot bo'ladi. Modada ham xuddi holat, narda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Mana menda ham hozir ochib chiqmadi. Shu bitta tuxum qo'ydi, bitta tuxumni ochib chiqmadi. Ochib chiqmagani hisobiga men buni hozir ajratmoqchiman. Ajratib, yana boshqatdan qo'shaymi ekan deyapman, lekin uje 1-2 marta anaqa qilgandan keyin sal uje boshqa moda qo'shishga harakat qilmoqchiman. Shunaqa gaplar. Men ikkita pepelni qo'shuvdim. Cho'ta o'xshamadi ikkinchi martada ham. Bir yana o'ylab ko'rib 3-marta qo'shib ko'raymi ekan deyapman, qastur narsada nimadir, yo narda yo modada problemami uchun bo'lmayapti. Modani harakat qilib ko'rish kerak. Agar modangiz boshqa bo'lmasa, maslahatim olganga yarasha o'zini rangidan, misol uchun sariq bo'lsa, chubati deyiladi. Boshida ozgina sochligi bo'ladi, yapaloq sochli bo'ladi. Do'ppiga o'xshab do'ppayib turadi. Shunaqa chubati moda olib, agar sizda glansli bo'lsa, gladki deyiladi. Gladki nar bo'lsa, chubati moda olsangiz, bola chubati chiqadi. Agar naris chubati bo'lsa, chubatiga chubati qo'ysa, bir xillardan eshityapman, sal tepakal chiqib qolyapti, ko'p narim deb aytishganlar ham bor. Eshitdim bu narsani. Iloji boricha chubatiga gladki qo'ysangiz, chubati bola beradi, xudo xolasa inshaalloh. Shunaqalarni men eshitganmanki, bir xillar bor, albatta bor. Endi bu bilmadim nima anaqasida, chubatiga chubati qo'shganda ham yaxshi chiqqan bolalar ham bor. Keyin chubatiga gladki qo'shsa ham, chubati berganlarni ham ko'rganman, chiroyli chubatilarni beradi. Iloji boricha yaxshi o'zini rangidan qo'shsangiz, senitsa qiladi qushlar. Agar siz misol uchun bu narsaga jang unaqa qilmayotgan bo'lsangiz, samim qilaman go'zallik degan bo'lsangiz, unda farqi yo'q. Xohlasangiz oq bilan qo'shing,
xohlasangiz qizil bilan qo'shing, xohlasangiz mozaika bilan qo'shing, farqi yo'q. Самое главное, u o'zingizni xohishingizga bog'liq. Birovning xohishiga qarab ish qilmanglar. Misol uchun bozorga tushganingizda ham o'rtoq men qanaqa, menga yoqdi, senga yoqdi desa, o'rtog'ingizga balkim u rang yoqmashi mumkin. U aytishi mumkin, men oq olgan bo'lardim yoki men qizil olgan bo'lardim. Sizga nima rang yoqsa, qaysi moda, qaysi nar yoqqan bo'lsa, o'shani oling. U o'rtog'ingiz boqmaydi uni. Siz boqasiz. Bu самое главное o'zingizni xohishingiz. Hamma narsada ham o'zingizni xohishingiz bo'lishi kerak. Xohishga qarab ish qilinadi. Ixlos qilish kerak birinchi o'rinda. Ixlos qilib, keyin shu narsani boshlasangiz yaxshi. Mana misol uchun mana bunaqa qapas oldim men. Kattagina yaxshi. Keyin mana bunaqa narsa tikib qo'ydim. Bu tikilgan nimaga? Buni pastroqda turibdi. Misol uchun bu yanada balandroq ko'tariladi. Mana bunday qilib ko'tariladi. Bu shu don tushmasligiga bir xillaniki tikib qo'yishadi. Mana bitta bo'lib qoladi. Mana bu idishi bo'lsa, mana bu teshig'i bo'lsa, misol uchun mana mashdan tikib qo'yishadi. Maniki qancha katta tepada. Bu bekorga qilinmagan. Bu o'sha qush pastga tushganda o'zini silkitadi. Yana nima? Don yeganda ham ozgina titib tashlaydi. O'shanda pastga tushmaydi. Agar o'zini parovkasidan ozgincha ko'tarilib turgan bo'lsa, u bo'lmaydi. Uni mashinchik taxminan ham nima deydi, 7 santimetrcha yoki где-то mashinada, mana shu barmoqdek qilib ko'tarib qo'ysangiz, ko'rsatish barmoqdek mana shunday ko'tarib qo'ysangiz, unda yaxshi bo'ladi. Xohlagan narsangiz bo'ladi. Keyin misol uchun mana bunaqa paytda tushirib qo'yaverasiz. Mana bizda tuxum bitta qo'yilgan. Mana fokus yaxshi aniqmadi. Mana bo'lmadi. Shuni bilmayman. Shu modadan problema yo'q, nardan problema. No, endi o'sha bo'ldi, bildim, что modani boshqa qo'shmayman. Nima deydi? Yo krasniy chorniy bilan yoki chorniy krasniy bilanmi qo'shaman peplanma. Unda ham zo'r narsa chiqadi. Ko'ramiz. Endi men to'g'risi bozorga tushganimda mozaikani ko'rdim, olgim keldi-yu, sal menga yoqmagani ikkilanish bo'ldi. Ikkilanish bo'lgan paytda men olmagan bo'ldim, chunki 1-2 marta ikkilanib olgan joyimda juda men afsuslanganman. O'shaning uchun bozorga tushganingizda желательно o'zingizga yoqqanda o'sha summasini kerakli summasiga sodalashib olib olganinglar ma'qul. U sotilib ketgandan keyin attang deb qolgan joyi bo'lmasin. Chunki men o'zim bozorga tushganimda menga yoqdi, shunaqa chiroyli qizil qush turibdi. Endi qizil degani qayb qizil emasda, aralash, pepli ham bor, qorasi ham bor, aralashib turibdi badanida. Endi o'zi shunaqa simpatичный qush chiqqan, endi uni shu nima bilan aralashtirdim dedilar. To'g'risi eslolmayman hozir. Olgim keldi. Tayyor nar dedilar, o'sha pishib turibdi qo'shilgan varianti. Men lejbi qo'shishga olmoqchi edim, o'sha xuddi shunaqa variant olmoqchi bo'ldim-da. Bu yoqdan o'zligini o'sha olib sotar aka kelib sodalashib turgan joyimizda tap etib tiqilib olib ketdilar. Endi men to'g'risi u to'polonni uncha yoqtirmayman. To'g'risi maqtanish emas, lekin o'zi paytida yurib qo'ygan bolaman o'zi. Endi o'zimdan kattaga gap talashib, nimadirlarni правильно, nimadirlarni noto'g'ri deb tushuntirish menga o'zimga qanaqadir bo'lmasa mashinasini qo'y yig'ishtirgan narsani yig'ishtirdim, bo'ldi. Shu bekorga qushni boshlaganim yo'q. To'g'risi qushlar birinchidan asab tinchlantiradi, ikkinchidan mazza qilasiz. Misol uchun nasriyni yo'q paytda qushlar sayraganda qarab o'tirsangiz ham nasriyni o'z-o'zidan ko'tariladi. Keyin men bitta bunaqa tuxumni qo'yib bersa, undan ham xursand bo'lib ketasiz. Xullas shunaqa narsa. Nasriyni ko'tarish ham o'zimning hobbim bu. Men o'zi bu ish bilan
Poni biznes qilmayman, to'g'ri, orada oldi-sotdi qilaman qushlar bilan. Lekin asosiy daromadim boshqa narsadan. Qush biznesi menda tomchi deyiladi. Xuddi shunaqa tomchilar tiqib qo'yganmiz. Maslahatim o'sha o'ziga yoqqan chiroyli qush olsangiz joyida olish kerak yoki bizga o'xshab mana shu sodalashib turgan paytingizda boshqasi kelib tap etib ilib ketadi. Endi biz amakim bilan gaplashib sodalashib turgan paytimizda endi tiqildi. Endi bu soda bilmayman, halol bo'ldimi, harom bo'ldimi u odamga endi bilmadim. O'zimdan o'zim bir nima deb aytolmayman. Prosta sal dilim xira bo'lib qoldi, chunki amakiga hali men bitta narx aytmadim. Amakim ham bitta bo'lagan narx aytmadilar. Prosta narx so'radim, qaradim, u yog'iga bu yog'iga, keyin sodalashmoqchi bo'lgan paytimda u odam ilib ketdi. Mayli, omadini bersin, ketmoni o'tsin. Xullas shunaqa, mana aka savolingizga javob qo'yib ketdim. Keyin yana bitta aka aytdilar, maladoylarni qaysi paytda ajratsa bo'ladi, nar modaligini deganlar. Nar modaligini aka pati chiqqandan keyin, ya'ni nomiga pati chiqqanda emas, pat ponni chiqqandan keyin ajrata olsangiz bo'ladi. Tagiga puflaganda modaniga pastga qaragan nuqtachaga o'xshagan sal kattaroq, hatto ozgina kichkinaroq bo'ladi u. Nima deydi endi, go'shtcha deb aytaylik, qo'pol qilib aytmaylik, go'shtchaga o'xshagan narsa bo'ladi, shu chiqib turadi. Pastga qaralgan bo'ladi, u moda bo'ladi. Agar o'rtadan chiqib noxatga o'xshab do'ppayib tursa, u unda значит nar bo'ladi. Naringiz pishib turgan nar bo'ladi endida. Atak moda narligini o'sha tomondan bilib olsangiz bo'ladi. Faqat pat chiqqandan keyin bila olasiz. Pat chiqmagan paytda bilish qiyin. O'zi asosan ko'pchilik 2 oylikda biladi nar modaligini. Hatta kichkinaligidan bilib bo'lmaydi. Yosh bo'lsa, hali jo'ja bo'lsa, uni faqat o'sha master klass kurs bergan odamlar biladi. Shu qarashda men bitta odam bilaman. Ismlarini eslolmayman, bitta aka borlar. Shu bitta qarashda hali olib borib ko'rsatmasimdan sirazi buning moda, buning nar deb bergan odam ham bor. Yoshlari ham katta yosh. O'sha amaga o'shalardan bir xil maslahat, men o'zim ozgina ikkilanib qolsam, nar modaliga ikkilanib qolsam, maladoy olayotganda ularning maslahatlarini so'rayman. Ko'shlar bilan aytadilar, yo moda, yo buning nar deb aytadilar. O'shanga qarab olishni boshlayman men. Maladoy olagan bo'lsam, ay kattalar bo'lsa, unda sirazi bilan modani qatdan bilsangiz bo'ladi. Pishganini moda tegini fulaganingizda kattaroq ishib turadi. Keyin moda juda ko'p tipirchilaydi. U yoqdan bu yoqqa sakraydi. Keyin men bu parobkaga yotish, o'tirib olishni boshlaydi. Keyin yana bitta zamechание bersangiz, qarab turgan paytingizda dumini ko'tarishni boshlaydi sayraganda. O'shandan ham bilsa bo'ladi, dumi ko'tarilsa, значит moda tayyor. Agar mabodo siz ko'rolmay qolib, bilmay qolgan bo'lsangiz, parovkani qo'yib, parovkani oldiga o'sha o'zini ipchalari yoki aytganimdek o'sha suxoy salfetkadan qalamcha qilib kesib, yoniga ozgina paxta qo'yib qo'ysangiz, o'zi olib, o'zi qo'yib, joylashtirib, o'tirib, bunday qimirlatsa, unda значит modangiz tayyor bo'ladi. Ana o'shandan keyin naringizni ungacha naringizni ham pishirishingiz kerak, tuxumlar berib, yaxshilab qaynatishingiz kerak. Naringiz pishgandan keyin уже qo'ysangiz, bu moda ham ungacha ham yetilib oladi. Dakansa, keyin ortishi harakat kamayadi. Ani o'tdan butdan sakrab moda bir-biri bilan nar bilan o'shib tipirchilash, unaqa narsalar bo'lmaydi. Yetilib, tayyor, pishib yetilgani moda shundoq turib beradi, nar shundoq bosib beradi. Agar hali moda tayyor bo'lmasdan qo'shib qo'ysangiz, bular bir-biri bilan ushaveradi. Shunaqa holat men o'zimda ham bo'lgan, xato bo'lgan o'sha narsa. Mana keyin uje sekin-sekin bilib oldim, moda qanaqa, qaysi paytda nima qilishi. O'sha narsani sizlarga aytaman, minusni qilmanglar, faqat plusni qilinglar. Inshaalloh, Xudo xolisa hammasi zo'r chiqadi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Savolinglarga javob berdim.
shu videomizga like, kommentlarni yaxshilarni qoldirasizlar degan umiddaman. Hamma obunachilarimizga ming rahmat. Bizdan podдержка berib, like'lar qo'yib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga ming rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar bizga motivatsiya berib, like, kommentlarni bo'ng'alatib tashlasanglar, biz yanada o'rganib, yanada yaxshi videolar chiqarishni boshlaymiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, qushlarning ham narxi, agar qiziq bo'lsa, shu bozorga tushganimda, har doim emas, to'g'risi, shu bozorga tushganimda harakat qilib, chiroyli qilib video olib berishni, qo'yib berishni xohlasanglar, shunaqa videolar olishimizni, shu bozordagi narxlarni bilishni xohlaginglar kelsa, agar ko'rginglar kelib, narxlardan bilginglar kelayotgan bo'lsa, o'sha kommentni qoldirib ketsanglar, kommentni qush bozori deb yozib ketsanglar yoki narxlar deb yozib ketsanglar, qushlar narxlarini deb yozib ketsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar o'sha agar qush bozori o'sha narxlardan donlari, narxlari hammasini bilginglar kelayotgan bo'lsa, plus qoldirib ketinglar. O'sha xohlayotganlar qolganlarga, misol uchun bizga faqat like, kommentlarni yaxshilari motivatsiya bo'ladi bizga. Like'larni ham qo'ysanglar, biz shu kanalimiz rivojlanishiga bu. E'tiboringiz uchun ming rahmat. Hammanglarni joninglar omon bo'lsin, sog' bo'linglar, charchamanglar. Sizlar bilan sevimli Sayroqi qush kanali. E'tiboringiz uchun rahmat.